Turkistonda xalqaro darajadagi eshkakchilar kanali ochildi. Qator jihatlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda unga tenglasha oladigan sport koshonasi yo'q. Inshoot Qozog'iston akademik eshkak eshish sporti tayanch markazi bo'lishi kutilyapti. Unda sportchilar baydarka va kanoeda suzishni mashq qiladi. Jahon va Osiyo Kubogi bosqich bellashuvlari o'tkaziladi. Ayni vaqtda kanal suvi shahar irrigatsiya tizimini ta'minladi. Yashil kamarini sug'orish uchun ishlatiladi. Mazkur loyiha davlat rahbari topshirig'i doirasida ro'yobga chiqarildi. Hozir elimizda o'sha sport turining Mamlakatimizda hozir bu sport turi bilan 6000 nafardan ziyod odam shug'ullanadi. Milliy terma jamoa tarkibida 300 nafardan ziyod sportchi bor. Ular dunyo sahnasida Qozog'iston sharafini munosib himoya qilyapti. Yangi kanal yangi cho'qqilarga erishish, ko'proq medal olishlariga xizmat qilishiga ishonaman. Obyekt shahar ahliga ham xizmat etadi. Bizlarga jenglarga yo'l ochadi deb senaman. Бұл нысан тек кәсіби спортшыларға ғана емес, barcha turg'unlarga arnalgan. Бұл спорт кешені Mazkur sport majmuasi Turkistonning va mamlakatning nufuzini oshiradi. Kanal mintaqada sport rivojlanishiga xizmat qiladi. Shaharning turistik salohiyatini oshirishiga katta hissa qo'shadi. қосуда.